Amin. Voy. O'zim yig'ishtiraman, dadajon. Ya, kelin olganimiz esimizda yo'q. Qo'y. Endi kelin noto'g'ri tushunmaysiz. Bizning oilada qiz bo'lmagan. Mana shu 4 ta ho'kizdek bolalarni onasi tug'ib o'lib ketgan. Shunga bolalar uy ishlarini o'zlari qilib o'rganib qolishgan refleks. Qo'li ketib qolaveradi. Mayli, o'zingiz yuving. Faqat idishlarni yog'lama qilib yuvmang, xo'p? Xo'p. Erta tong bilan Dilnavo. Ya, kelin turdingizmi? Yaxshi, malades. Bu qaynakalaringizni noto'g'ri tushunmang. Kecha aytdim-ku, qiz bo'lmaganiga bular ertalabdan turib ishlashga o'rganib qolishgan. Bizga dejavu bo'lib qolgan bu. Sizga bir non yopdim, kulcha non. Shuni bir tishlab niyat qilib yesangiz, tug'iladigan o'g'lingiz o'g'il bo'lib tug'iladi. Mayli, bering, o'zim supuraman. Bering, xotiningni o'zi supuradi. Qo'y. Sen bor, qaymoq olib kel. O'g'lim, o'tini yaxshi yoqmabsiz. Non qizarmadi. Tappi yo'q. Tappi qiling deyman-ku, o'g'lim. Onangiz yo'qligini bildiryapsiz, o'g'lim. Yo'q, yaxshilab yo'q, qolib ketyapti. Ha, dada, nima qilyapsizlar? O'zim qilaman-ku. Kelin. Endi noto'g'ri tushunmaysiz, siz kelmasingizdan oldin o'zimiz qilardik-da shunaqa ishlarni. Endi bizga deplyatsiya bo'lib qolganda bu ishlar. Mayli, keling o'zingiz qiling. Davay, yo'q. Sen chayasan, hayol surma. Dadajon, ha endi shuni qilmanglar, o'zim yuvaman-ku. Kelin, noto'g'ri tushunmang. Endi bizda qiz bo'lmagan-ku, o'zimiz kirlarni yuvorib, bizga zapadlo bo'lib qolganda. Ha, bering, o'zim yuvaman. Mayli, keling, yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytganda. Faqat bavida kirlarni yuvinglar deganda. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Ha. Yig'lama. Onangni eslatdim-a? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon, nima qilyapsizlar? Kelin. Ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku, shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadniy bo'lib ketibdi. Ha, bering, o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozirgi kelinlarni shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Yana nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, sen krishkasini yopib turasan, men pomidorni to'g'rayman, xo'p. Men nima qilay? Sen pulni ko'rinmasdan turchi nima deydi? Bori qolsan, boya onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga qancha bo'lgansa, endi deysan, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi. Men misol uchun shirinlik qilish yaxshi ko'raman. Medoviy, Napoleon. Ming bor uzr. Assalomu alaykum. Shu viloyatga keta olmayotgandim. Agar iloji bo'lsa, shu ozgina yordam berib turolmaysizlarmi? Yo'l kiramga pulim yo'q edi. Bolalarimni sog'inganman. Mayli, amaki. Mana. Rahmat. Kelinmi? Ha? Zaxda o'tirmanglar, keyin polni lecheniya olib yurasizlar. Ha, bo'ldi, amaki. Ming bor uzr. Biz ketmasmi viloyatga? Boyisidan pul olgandim-a. Ha? Yo'q. Taksini kutyapman. Viloyatdan kelyapti, shaharga odamlarni tashlab endi keyin biz olib ketar ekanda. Keting, aka, kech bo'lyapti o'sha. Boraman. Konsertga kelinga primo qaratmay shamollangda. Xo'p. Aka, ming bor uzr. Zo'r yalayotgan ekansiz, chalg'itib qo'ydim. Shu viloyatga ketishim kerak edi, ozgina pulga yordam berib turaman. Aka. Asli viloyat ketmadingizmi hali ham? Yo'q, boyagi taksi 2 ta odam olay. Keyin birato'la sizni olib ketaman deb yotibdi. U kelguncha ozgina yana pul ishlay, bolalarga bir narsa olib kiray degandim-da. Men buni oling, sifat shirinligi trendda-ku. Jalla maza qilib yedi. Shularni olib oling, aka. Biz oilaviy yaxshi ko'ramiz sifat shirinliklarni. Hozir trendda ekan-ku bu, ha? Boring tezroq, aka. Bo'ling, bering endi aka, siz ham. Naqdim yo'q. Kartaga bo'lsa ham tashlang. Necha karta? 86-92. Ketasmisiz? Men hozir kesin endi. Men hozir birdan qanday qilaman? Men uni o'zi bilmayman, lokatsiyasi ham yo'q. Aka, javob viloyatga ketishim kerak edi. Ozgina yordam berib turolmaysiz. Yana mashinani qutqarib. Aka, tushunmadim men sizga. Pulni olishga oldingiz o'zi viloyatga ketasizmi yo'qmi? Твои sen kimsan uka? Ketmayman viloyatga. Toshkentda ishim bor. Nima qancha beruvding? 10 ming.
Mana ol, men tinch qo'y onasini etchi. Bilmadingmi ketmasligimni? Hozir hamma shunday deb olyapti-ku pul. Yolg'on gapirmanda konkretni o'zi aytsizmi? Yo'q, men Men bor o'zi. Iloji bormi shu Chilozorga ketguncha 10 so'm pul berib tursanglar. Men tilamchi emasman, bozorlik qildi, prosta pulim qolmadi. Agar iloji bo'lsa. Puling bo'lsa ber. Bo'pti aka, mana. Sigaret chekmaysizlar? Yaxshi aytib olay. Davay. Добрый вечер, ребят. Может помогать, а? На дорогу 10 000 рублей есть? Ot sheringga berdik-ku, ichasan desanlar. Эй, у меня нету шерик, я сам живу, брат, ты что ради? Можно помогать? Ребята, если вы хотите, пожалуйста, помогите мне, а? Ichma lekin. Не. Давай, ребята. Chilonzorga piyoda. Bekul! Hayda! Jinnimisiz? Qani farosat, qani madaniyat. Nima qiliq bu? Nima qiliq bu kapkatta bola? Otang tengi odamman ha. Uyalmaysanmi? Bu qayerdan oldinglar nashsat so'kdi? Men qidirib yuribman-ku butun umr. Qayerdan olding? Ichi zo'rda buni bormi yana? Ichasizmi? Ha. Voy, mana narsa. Days! Ko'tarib boshing. Iloji yo'qman dadamga aytaman. 35 ga kirding. Bugun aytmasang qachon aytasan? Dada uylantiring de, tamom. Yo'q, men dadam ichgan bilsa o'ldiradi jo'ralaman. Aytasan. Jigarim, bildirma-da, erkaksan-ku. Dada uylantiring de, tamom. Davay. O'ylayman. Yo, bugun aytaman. Yoki hech qachon. Mana deydi. Bas. Aytasan. Oyijon, dadajon. Har bir insonning o'z juft haloli bo'ladi. Mana men 35 ga kirdim. Mening ham juft halolim bo'lishini xohlayman. Qachongacha yostiqni quchoqlab yotaman? Sen pasadan qo'rqon, sen nima deyapsan? Nima dedim men? Voy, o'lay yana chiqdi o'g'lingiz. Dada, aya. Men bildim, tushundim. Kim meni uylantiradi? Dada, farzandni uylantirmoq kimning burchi? Uylantiringlar meni. Yolg'iz o'tdim men. Farzand yolg'iz o'tadi, ota bemalol yotadi.
Uçaman endi bu kecha. Brother, sizdan $34.05 bo'ldi. Brother, biz sizga $50 beramiz. Qaytimi? Kerak emas. Okay. Let's go. Aka, vaqt ketyapti. Shu 5 so'mga rozi bo'linglar. Shu 5 so'm bizga ham kerak-da. Namuncha siz amana qildingiz, xatolik qildingiz. Shu 5 so'mga siz rozi bo'ling. Qanday rozi bo'laman? Benzin narxi ko'tarilgan, har kun ko'chada yuraman. Shu 16500 emas, 16000 beraylik, to'g'rimi bolalar? Tekis qiling shuni. Shu tekis 17000 bersanglar nima qiladi? Yoki 17 bersak 5 so'mgacha bera olasizmi, xay? Yo'qda, shuncha 17000 so'rayapman. bizga ham shu kerakligi uchun 5 so'm so'rayapmiz. Tanlagan. Nima qilamiz? Bo'lmasa 5 so'mlik haydang sal nariroq o'sha yerdan pishkom kelamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Men 5 so'mga hech qachon rozi bo'lmayman. Men ham rozi bo'lmayman. Buncha qattiqsilar. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. O. Qaysi bir qiladi? Michael Jackson roligimni ko'rdinglar-a? Hamma qornimni yozibdi, qorningiz chiqib ketib, semirib ketibsiz dedi. Rostdan semirib ketgandim. Anchadan beri o'zimga qaramay qo'ygandim syomkalar bilan bo'lib. Brat, mana spesialist. Assalomu alaykum hammaga. Biz boshlaymiz. Boshlaymiz yangi proyekt. Bugundan biz boshladik. Endi men ozmoqchiman. Necha oy ketadi, brat? Startoviy taxmini 3 oy kamida. 3 oyda. Сначала 3 oy ketar ekan. Сначала это boshida. Da. Будем молодеть, будем стройнеть, будем худеть и учиться правильно питаться. Kim tushungan bo'lsa yozib yuboringlar kommentariyaga. Akajon, ming bor uzr. Faqat noto'g'ri tushunmang. Toshkentga kelganimga bir hafta bo'ldi. Qornim och. Bir so'm pul ishlaganim yo'q. Viloyatga ketishim kerak aka. Даже Sobir Rahimovga bora olmayapman. Yordam bera olasizmi? Tushungandirsiz a? Bo'ldi, men sizni tushundim. Siqilmang. Bunday holat har bir erkak kishining boshida bor. Mening ham boshimdan o'tgan. Men sizga qanday yordam berishni bilaman. Yordam berasiz. Bilaman. Tak. Biz qayerdamiz hozir? Yo'nalish. Xaritani ushlang. Tak, biz hozir Sobir Rahimov topishimiz kerak. Sobir Rahimovga borish uchun xarita bo'yicha Chilonzorga borasiz. Chilonzordan to'g'ri yurib boraverasiz, Sobir Rahimov keladi. Men sizga yordam berganimdan xursandman. Xaritani yo'qotmang. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Men mana shu Ramazon oyida bir faqirga yo'l ko'rsatib savob ish qildim. Agar siz ham shunday savob ish qilmoqchi bo'lsangiz, mana yo'lda ko'la faqir. Bolalar vaqt bo'ldi. Uyat bolalar, uyat. Mana ro'za boshlanganiga qancha bo'ldi? Hali ham telefonga qarab duoni o'qiyapsanlar. Shuni yodlab olsanglar bo'lmaydimi? Uzr aka, ming bor uzr. Sal farosatsizlik bo'ldi. Uzr aka. O'zingiz o'qing, bo'lmasam bitta faqat. O'zingiz o'qing. O'qing. Boshi nima edi? Bitta eslatib bor. Musurkada ishlash bir bahona edi. Musullar orasidan seni izladim. Sassiqcham. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Kolami, fleshmi? Flesh. Mana akajon. Nech pul? Yo, pul kerak emas. Bizga open byudjetga ovoz berib yuboring. Yo'l qurilishiga. Bu tekin tarqatyapsizlar. Bu sizga sovg'a, shunday. Byudjet nech pul ajratgan qurilishga? 1 milliard ajratgan. Sizlar suvlarga qancha rasxod qilyapsizlar? 200 million rasxod qilyapmiz. O'zingizlar yoningizlardanmi? Yo'q, o'sha puldan. Shunda obshi rasxod 200 million. Yo'q, manda qil nechtasi bor? Hammamizga oylik beradi 1 milliondan targ'ibotchilarga. Kvarplata yeb ichishimiz hammasini beradi. Shunda rasxodinglar qancha bo'lyapti? Obshi 700 million rasxod qilyapmiz. Yo'q, 700 million rasxod bo'lsa 300 millionni qurilishga ishlatasizlarmi endi? Bizga yo'l muhim emas. Bizga asfalt ham muhim emas. Bizga ovoz, reyting,
Mahalladagi obro', e'tibor, shu narsa muhimda. Bunda sizlar obro'ylar uchun men bitta ovoz beraman. Da, obro' uchun. Aka, assalomu alaykum. Qarshiga ketayotgandik, to'g'ri ketyapmizmi? 400 metrdan keyin qorning to'yadi. Ha? 400 metrdan keyin qorning to'yadi. Haydi. Rahmat aka. 400 metrdan keyin qorning to'yadi. Akalar, Soyg'ota choyxonasiga xush kelibsizlar. Rahmat aka, rahmat. Qorning to'yaptimi? Qorning to'yaptimi? Qorning to'yaptimi? Ovqat yoqyaptimi? Ovqat yoqyaptimi? Ovqat yoqyaptimi? Aka, mazza qildik, baraka toping, rahmat. Xush kelibsizlar. Joyimiz yo'qdimi akalar? Ovqatlar ham zo'r ekan aka. Yangi ochildinglarmi deyman? Kelaverasizlar, xizmatdamiz. Rahmat aka. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Malades. Zo'r replayapsan. Zo'r qildimmi? Mamnun oldi. Davom et. Men ketdim trassaga. Davay. Siz ovqatni zo'r qiling. 400 metrdan keyin qorning to'yadi. 400 metrdan keyin qorning to'yadi. 400 metr. Xo'jayin! Qorazi yantracha boryapti, kutib oling, klient. Bu voqea hammani boshidan o'tgan bo'lishi tabiiy. Menda ham shunday hodisa ro'y berdi. Bu narsa sizni juda ham qiynar ekan. Yurgan saringiz u sizni qiynayveradi. Keyinchalik esa sizni yugurtiradi. Yugurasiz. Uni yoniga shoshasiz, tezroq borishni istaysiz. Uni yoniga yaqinlashgan sari sizda hayajon bo'ladi. Va sekin eshikni ohista taqillatasiz. Ha, Bobur, tinchlik? Hojatxonada hech kim yo'qmi? Yo'q, hech kim yo'q. Hoji, ichim o'tyapti. Shunaqa yana telefon. Alo, Qo'chqirvoy qayerdasan? ko'chada? Qo'zvoy qayerda? Ko'zvoy ham yonimda. Xo'rozvoychi. U ham oldimda. Tinchlikmi, nima gap? Tinch. Ko'chaga chiqmay turinglar 2-3 kun. Aytib bo'lmaydi onasini emsin. Tortib yormasin birortasi. Ha, to'g'ri. Shuning uchun mana mashina ichida o'tiribmiz. Tinchlikmi? Men boy bo'lishni xohlayman. Bolaligimdan Titanik kinosini juda ham ko'p ko'rganligim sababli taksichi Danielga o'xshab taksichi bo'lgim kelgan. Qo'shnim Abdurasul taksichilikda orqasidan qo'sha mashinalar oldi. Men ham unga hasad qilib, Spark'ni avtomatidan oldim arendaga. Keyin Titanik kinosidagi kabi taksichilikka chiqdim. Men hayotda juda ham pulga qattiqman. Shuning uchun odamlar qancha bersa ham uygacha olib borib qo'yib, osonini mushkul qilardim. Men trassaga chiqib bir narsaga hayron qoldim. Sizlar ham hech ko'rganmisizlar? Trassada yo'lning chetida Nixiya uch turadi. O'sha Nixiya uchda egasi yo'qmi? Odamlar Nixiya uchga zo'r sizlar tashab ketyapsizlar. Komandir, men reming taqqanman. Yo, молодец, zo'r ish qilsan. Tez haydab berdim. Uf, muncha молодецman. Yana yo'lda ketaversam, stalbalarda kameralar qo'yilgan. O'zimni bir aktyorlardek his qilib ketaman. Titanikning syomkasi ketyaptimi nima balo? Shiq qiladi. Unday qilaman. Men odamlarni o'z manziliga yetkazib qo'yib, 186 ming so'm pul ishlab, uyga mag'rur kirib kelsam, uyda meni konvertlar kutib olardi. Konvertni ochib qarasam, 1.650.000 so'mlik radardan shtraf. Ya bu radar nima degani? Men oldin padar deganini eshitganman, radar deganini eshitmagan ekanman. Qani bu yerda adovat? Deb qo'shnim Abdurasulning oldiga bordim. Abdurasul,
Sen taksichilikda orqasidan qo'sha mashina olyapsan. Men faqat radarga to'lab yotibman. Sen qanday bu darajaga erishyapsan? Chunki menda Neoline antiradari bor-da. Bu nima qiladi? Bu liboy radaringni ushlab beradi. Bu qimmat bo'lsa kerak, meni pulim yetmaydi-da. Mana arzon varianti ham bor. Bu ham liboy radar ushlab beradi. Abdurasul, antivirusni eshitgandim, antiradarni eshitmagan ekanman. Ana endi aytinglar-chi. Boyagi trassada turgan Nexuya 3 nimaga turibdi? Keling akajonim, bemalol. Mana joy bo'sh, ko'riga. Oxirigacha haydang. Qisib nimaga signal chalasam, mashina qo'yaman-ku men. Bor nariyoqqa qo'y. Bo'ldi aka. Bo'ldi, to'xtang. Zo'r. Chopga asida tursin bo'ladi aka. Bir minutga mumkinmi? Salom alaykum. Nima siz mashinaning rusumiga qarab odamlarga baho beradigan bo'lib qoldingizmi? Yo zamon o'zgaryaptimi? Inomarka mingan odamu oddiy mashina mingan odam emasmi? Zo'r aka. Satqay odam ketlaring. Ya assalomu alaykum akajon. Ming bor uzr gaplashayotganing akajon. Bemalol, joy bor. Bemalol olib kiravering. Bemalol. Uzr. Uyat ukajonim. Bu holat qaytib takrorlanmasin. Qistirmol, gaplashyapman ko'rmayapsanmi? Mashinangning ahvolini qara. Yana nima maslahat berasiz aka? Mashinaning rusumiga qarab muomala qilmang. Hamma birdek odam. Haydani qilmoq. Men Robinson Land Cruiser baxtsiz hodisa tufayli avariyaga uchrab, kimsasiz orolga tushib qoldim. Bu yerda mendan boshqa hech qanday jonzot yashamas edi. Yillar o'tib, bu kimsasiz orollarda qolib ketaman deb hech ham o'ylamagan edim. Bu yerda ochlikda, suvsizlikda yashadim. Bir kuni ochlikdan o'lay deganimda, yonimda hamrohim Jumaboy kelib qoldi. Jumaboy. Makaldo. Buni qayerdan olding Jumaboy? Kema keldi. Shaharga ketayotgan ekan, qornimiz och desam, shuni tashab ketdi. Malades Jumaboy. Jumaboy zo'rmi? Jumaboy zo'r. Jumaboy kurtoymi? Kurtoy. Shu Jumaboy turib tepyapti-da. Shu seni bir so'kaymi yoki bir so'kaymi? Nimaga? Nimaga? Kema o'z oyog'i bilan kelibdi. Shahargacha olib borib tashladi, sen o'ylasanmi? Robinson, ovqat so'radim, olib borib tashlab deyishga xijolat bo'ldim. Madaniyatsizlikka kiradi-ku. Anang nimaga? Shu senga madaniyatni o'rgatguncha, bezlikni o'rgatmaymanmi? Makaldoni olibsan, qaynagan suv so'ramaysanmi? Bir onangni deb so'kim keladi, onang ham yo'q desadi. Robinson, ha onang. ona degani nima degani? Film tugadi. 4 ta sigaretingni ber, bitta chekay. Magazinda sotadik, o'zing pulingni olib chekkur. Ha, ma. Arazlama jurji. Arazlama, men beraman. Qancha desang beraman, men. Ketdik o'tir, jo'ra. Jo'ra, mashinangni bitta men hayday. Jinnimisan, yo'lda gayi bor. Voy bila. Ma, jo'rajon, ma, ke ol. Men sen shu mashinani ke, men. Bitta temirni qizg'anding, temirni. Jonim, men seni butun umr yaxshi ko'raman. Ha, jo'ra, qizingga ayt, dugonasiga telefonni bersa, meni gaplashtirsan. Sen Bobur jinnimisan sen? Bar bu qiz seni tanimaydi-yu. Ha, men darrov xafa bo'lasan, men. Hali assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Meni tanimayapti. Jo'ra. Voy bila. Ha, arazlama jur, arazlama. Sen meni isqirq deb o'ylading. Yo, etika. Sen meni nopok deb o'ylading. Etika. Qo'y. Haqiqatdan pizza zo'r ekan. Bekorga aytmadim-da, Roma pizzaga boraylik deb. Voy bila. Jo'ra. Bo'ldi, sen aytding, arazlama. Ha, men aytdim-da, Roma pizzaga boraylik deb. Kecha aroqni qaysi qo'ling singdirib olib keldi? Ana Jonibek. Ha, bilmasam o'shani zo'r degandi-da, odamlarda ham insof qolmabdi. Aroqqa suv qo'shadimi, nima balo? Bugun men atachentani pulini olay. Zo'r aroqchi olib kelaman. Ha, ustalar, hormaylar. Assalomu alaykum, hoji aka. Qanday bo'lyapti ish? Zo'r, mana zo'r. Ish zo'r. Faqat shu atachentani pulini bersangiz, bo'ldi, ishimiz tugardi. Bo'pti, mana. Bo'ldi, ishni hech qilamiz. Mardon, atachenta qanaqasini olib kelasan?
07sidan. Litrovka ichaylik. U litrovka ichsak ishga ta'sir qiladi. Kecha Atachenkoni qanaqasidan o'qyapman? Jo'rajon, boshimni og'rimayapti. Ammo chunki Zaksga kolbasani haloldan oldim-da. Ha, ustalar xormaydi. Assalomu alaykum. Qanday bo'lyapti ish? Zo'r bo'lyapti mana. Ama Atachenta qani? Mana Atachenta. Shu Atachentami? Ha, bu Atachentani zo'ri bu. Shu Atachentami? Ha, bu Atachentani haytigi bu. Va bundan so'ng Atachenta topib bersangiz, men sizga pulingizni qaytarib beraman. Gapingga javobni? Javob. Yurlaring men bilan. Yutqizib qo'ymaylik ana. Nimaga yutqizasan? Bu garang Atachento bilan gipsni farqiga bo'lmayapti. Mana haqiqiy Atachento. Kartir ursang ham hech narsa qilmaydi. Bu Atachentalar Italiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Har xil rangidan bor. Bu italyanslar baloda, kinolarni ham zo'r olgan, bilasanmi? Esmeraldani mana, Ramayana, Qissanatasi, Devdas, Asaloyi. Palermo Atacentalari 5 yil garantiya beradi. Xohlagan fakturani chiqarsang bo'ladi. Ustalarga ham ishlash juda qulay. Zo'r ekan-a. zo'r ekan. Davay pulni qaytar endi erkak. Qaytib ko'zimga ko'rinma. Katta gapirding-da sen, katta gapirding. Ya, bu undan bo'lmadi. Bu ichganimizdan bo'ldi. Ichganimiz uchun ishimiz orqaga tortdi. Siqilib ketdi. Davay siqilganimiz uchun ichaylik bugun. Yana bu ham ishga ta'sir qilmaydimi-ki? Qaysi ishingga ta'sir qiladi? Ish qoldimi endi bizga? Tusturuq bosh. Ey Jumbosh. Kim chiroyli? Menmi, senmi? Sen chiroylisan, jo'ra? Men chiroyliman, deysan. Sen sap chiqsan. Bo'rini tirnog'i? Ha? Ya. Boyvachcha. Voy, salom qizlar. Bilaman men sizlarga yoqib qolganman. Men sevib qoldinglar. Nomerimni so'ramoqchi bo'lyapsanlar, lekin uyalyapsanlar, to'g'rimi? Turyo qol. Sekin-sekin effekt bersa kerak-da. Hurmatli ishchilar, hozir oraylarda ikkita eng omadli ishchini oyligini 2 barobar oshirib, 1 oylik ta'til e'lon qilamiz. Bu omadli ishchilar kim deb o'ylaysizlar? Men bo'lsam kerak, chunki bo'rini tirnog'i menda-ku. Bular Oybekjon hamda Shahbozjon. Rahmat. Mayli. Bu qachon ish beradi o'zi? Yoki hali sal vaqtlimi? Omad shu otel o'yinida navbatdagi ishtirokchimiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Bo'rivoy. Bo'rivoy, hozir siz barabanni aylantirib, Tracker avtomobilini yutib olishingiz mumkin. Qani aylantiring. Endi ish berarsan. Ha, menga nima tushdi? Sizga bo'sh yo'lak tushdi. Ha, men nima yutib oldim shunda? Hech narsa yutib olmaymiz. Uning nimaga? Mana aldatdi-ku. Ha. Ha, menga bo'rini emas, kuchingnikini berganmi, nima balo? Oylik borasida hech omadim kelmadi, nima qilib Xudo menga bermadi. Hop, boraman jonim. Yo'q, qara, yo'q, san'atsiz ko'rib qoldim. Hozir qilaman. Yo'q, san'atsiz qandaysan? Yaxshimisan? Charchamaysan? Bitta rasm tushaylik. Hop. Anu sanginani yomon qilsan lekin. Men buni hozir Instagramga istoriyaga qo'yaman, seni atmetka qilib qo'yaman, dabayt qilasan. Bo'ldi, xo'p. Nima xo'p? Qilib qo'yaman. Hozir qilasan. Hozir shartmi? Men seni hurmat qilib atmetka qilyapman, dabayt qilasan. Xo'p, qilib qo'yaman. Hozir qilasan dedim. Xo'p. Ha. Men uni qarasabga tegishini, yo'q. Bu zilda bo'lib qolganmi nima bo'lo? Bittagina Ey, Husan artist, qalaysan? Yaxshimisan? Ijodni yomon qilyapsan lekin. Sanginan yoribsan-ku. Qara, men senga Instagramda podpiska qilganman, atvet qilib qo'y. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Podpiska qilib qo'yaman. Bo'ldi, hozir qilib qo'y shuni. Yo'q, shartmi hozir? Hozir qilib qo'y, nima zvezda bo'lib qoldingmi sen? Xo'p, hozir qilib qo'yaman. Qil tez. Men bolalarga maqtanaman. Bittagina dollar rasmingiz.
Xushsan artist. Bratdan, men sizni addushi fanatizman, brat. Men siz bilasizmi, Instagramga oxirgi qo'ygan postlaringizga hammasiga like bosib chiqaman, bratdan. Qarang, bittagina iltimosim bor. Shuni men Instagram kiringda oxirgi qo'ygan rasmlaring hammasiga like bosib bering. Yoki addushi. Bo'ldi, hozir bosib qo'yaman. Nima bo'ldi? Voy, bosib qo'yaman dedim. Yo, hozir bosasan like-ni. Qayerga bosaman? Hozir bosmayapman men senga. Bo'pti, bor, bosaman. Bos, короче. Namuncha? Boshqa ishlatmayman, Instagram'e. Xushsan artist. Bor yo'q qolsan. Bittagina sani. Voy sanginani. Akajon, Kut avtosalonimizga xush kelibsiz. Akajon, bitta Qaror Gentracha olmoqchi edim. Bo'ldi aka, hozir 100% to'lovini qilsangiz, Gentra's 1 yildan keyin chiqadi. 1 yildan keyin chiqsa u qaysi payt chiqadi? Ertalab chiqadimi yoki obeddan keyinmi? Dadajon, yaxshimisiz? Men sizga Kut avtosalonidan. Nima avtosalon? Kut dadajon, Kut avtosalonidan Qaror Gentra zakaz berdim. 1 yildan keyin chiqar ekan. Chiqqandan keyin mana shu plakatni yopishtirib, dadajonimga deb sizga sovg'a qilmoqchiman. Bu bolam 1 yildan keyin chiqadi deyapsan, bu obedgacha chiqadimi yo obeddan keyin chiqadimi? Muqayyabjon qachon kelyapti? Obedgachami? Yo'q. 1 yildan beri mashinangni kutaman. Butun qo'shnilarga aytdim. O'sha Kut avtosaloningga ham, o'sha Qaror Gentranga ham tirik qolin. Dadajon, balki bu hayotni bizga bergan sinovidir. Balki, ha? Tirik qol ko'zimga ko'rinmonim. Hammasiga kulib qo'ydim. Takrorlayman. Hammasiga kulib qo'ydim. Nimaga kulib qo'yding? Yayim bu. Bu qanaqa mashin jo'ra? Buncha chiroyli bu qanaqa mashin? Captiva 6 bu. Yo'q, buni qayerdan olding jo'ra? Buni Toshkentdagi Dubai Motor avtosalonidan oldim. Ya, qanday qilib olding jo'ra? Mana bu hozir Dubai shahridan Dubai Motors kompaniyasidan Tracker'ning yangi versiyasini, Captiva'ning yangi versiyasini O'zbekistonga jo'natishyapti. Bular qimmat emasmi, jo'ra? Yo'q, agar hozir to'lov qilsang, boshqa avtosalonlarga qaraganda 25 million arzon narxda olasan. Bu qachon boradi? 1 yil kutamanmi? Uzog'i 1 oyda uyingga boradi. Qaysi payt keladi? Obeddanmi, obeddan keyinmi? Shu bir g'ira-shirada bir shom paytlar boradi-da. Bo'ldi, men unda obedgacha Muxoyabchan bilan Nagzamamni chaqiraydi, ular ham ko'rsin mashinamni. Hey, Dubai Motor, mashinalarni vaqtida olib kelib sotir. Like bosganlar botir. Yazdan Kirtonur. Havo isisi bilan uydagilar gilam yuvamiz deb olib chiqardi. Kimni esida, kim gilam yuvgan? Eslaganlar bo'lsa bugungi videoni ko'ringlar. Kimni esida gilam, kimni esida kirsovun. Gilamni borka kosa bilan yuvganmiz. Kim shlankadan mana bunday qilib suv ichgan? Biz shu kirsovun bilan gilam yuvganmiz. Davay, bugun ko'ringlar, aktiv bo'linglar, zo'rib ketyapti bugun. Baxtli bo'lsin. Açtı.